Qoraqalpog'iston Qo'ng'irot rayonidan Toshkentga kelib, o'zimning bilgan bilimlarim ozliq etganligi sababidan o'sha yerga Hilala Yakupova Bebikov massaj o'quv akademiyasına kelib, o'z bilimimda tajribalarimni orttirishga keldim. Bugungi seminarimiz shaxsiy o'tdi. Bu seminarning bo'luvini Hilala Yakupova ko'p ulesini qo'shdi. O'sha yerda hamma zatni shulkamlashtirib, o'sha yerda ortoped, osteopatiya qanigalarin akilib bizlarga bilimlarin ortig'i bilan ulashdiiki bizlar judayam bu berib o'tirgan bilimlarni quvonchimiz. Namangandan Hilol opam seminarida takrorlan qatnashish uchun keldim. Xursandman, afsuslanmayman, chunki Namangandagi seminardan ko'proq bilimga ega bo'lib ketdim. Yangi bilimlarni oldim hamda onlayn kurslarda qatnashib, undan ko'proq ma'lumotga ega bo'ldim. Kattakon rahmat. Xursand bo'ldik, bilimlarga ega bo'ldik. Sizga aytaman, o'zinglarni rahmat, sizga kattakon, rozi bo'ling. Mehnatlaringiz uchun, hamma narsa uchun rahmat. Ortoped vrachimiz ham juda zo'rlar, bilimlari juda baland ekan. Xursand bo'ldingizmi? Juda xursand bo'ldik. Qiynayotgan savollaringizga javob oldingizmi? Zo'r texnikalarga ega bo'ldik. Rahmat sizga kattakon, rozi bo'ling. Hamma yaxshi niyatlarim siz uchun. Bo'lganlarini qarang.